Men haqli mo'minman deya jar solib, hattoki Qur'onni o'qib yod olib, nasihat aylasang keksalar qolib, bilgilki faylasuf bo'la olmaysan, jannatga shunchaki kira olmaysan. Balki bir rahbarsan yoki tadbirkor, qaysidir firmaga ishonchli hamkor, lek onang mehringdan bo'lsa umidvor, ko'nglini pul bilan ola olmaysan, duosiz jannatga kira olmaysan. Yomon ish la'natdir qilarsan bilib, o'zgani haqqidan qo'rqmaysan yulib, har kuni 10 savob ulashsang to'lib, o'ylama gunohsiz bo'la olmaysan, jannatga pok bo'lib kira olmaysan. Aybingdir yaqinlar holin so'rmasang, ayibdir haq izlab haqni ko'rmasang, shukr deb Allohga tavba qilmasang, sen toza qalblarni ko'ra olmaysan, jannatga shunchaki kira olmaysan. Men haqli mo'minman deya jar